Zahra, topchi qo'linda nima bor? Senga yoqadigan mazali narsa. Shokoladmi? Yo'q, undan yaxshi. Klubnika shokolad olib kelgansiz. Yo'q, undan ham yaxshi. Men yaxshi ko'rgan morojeni olib kelgansiz. Undan ham zo'r. Nima? Ayting. Zahro, sen syomkalardan ortib bizga saharlik va iftorliklar tayyorlab beryapsan. Men esa senga hech qanaqa yordam bera olmayapman. Shuning uchun Mahbuba onaning yarim tayyor mahsulotlarini senga olib keldim. Hech bo'lmasa mana shu tomonlama yordam beray. Hurmatli erkaklar, ayolingiz siz uchun sahar turib saharliklar tayyorlayapti. Iftorlikka esa nima qilishni bilmay bo'sh qotayotgandir. Keling. Hech bo'lmasa mana shu oyda ayolingizga yordam qiling. Mahbuba onaning yarim tayyor mahsulotlari. Shu tomonlama xursand qiling. Xonadonim kechasi, yuragimning egasi, tilagim shudur jonim, yuzga kirgin iloyim. Xonadonim kechasi. Ayollar kimga jo'natishni bilasizlar-a?